Kimiki bir zolimga yordam bergan bo'lsa, hattoki bir ig'iz so'z bilan ham yordam bergan bo'lsa, qiyomat kuni uning peshonasiga ayisun min rahmatillah, Allohning rahmatidan umidsizlangan kishi bu deb yozilgan holatda qiyomat kuni shunday keldi dedi. Bir zolimga bir ig'iz so'z bilan bo'lsa yordam bergan bo'lsa, qiyomat kuni shu peshonasida bu odam Allohning rahmatidan umidsizlangan mahrum odam bu deb shunday yozilib keldi dedi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolaning biz bu sifatlarini Rasululloh taxallaqu bi axloqillah, Allohning axloqini o'zinglarda o'zlashtiringlar degan Rasulullohning hadisi bo'yicha biz qanday qilishimiz kerak? Davomli holatda yo'ldan chiqqan fosiq, jinoyatchi bundaq insonlarni hech qachon ulug'lamasligimiz, ko'tarmasligimiz, cho'ng bilmasligimiz kerak. Hargiz uning haqida undaq ulug'laydigan so'z qilmasligimiz kerak bundaq kafir fosiqlarni. Davomli qilishimiz kerak bo'lgan duolar ilahi antal muntaqim min a'daika az-zalimin al-qahir bi satwatika al-mujrimin qad intaqamta min an-namrud wa fir'auna wa hamana wa mahaqta ahla az-zulm wa at-tughyan. Ey Rabbimiz, sen shundoq intiqom olguchi, shundoq jazo berguchi, zolim ta tarixdan buyon bugun kunigacha sen ey Rabbimiz, sen shundoq haddidan oshgan, zaminda butun buzuqchilikni qilgan, eng qahr, shundoq zulmning eng kattasini yurgizgan dushmanlaringdan, mujrim kafirlardan va jinoyatchilardan o'zing shundoq intiqom olib ularga jazo berguchi Robbimiz, sen ilohimizsan. Sen haqiqatan Namruddan, Fir'avn, Haman bu maxluqlardan ham intiqom olib ularni jazolagan eding. Zulm va tajovuzchilarni yo'q qilgan eding ey Robbimiz. Demak, qarindoshlar, fa iza khifta minallohi wasalta ila kulli xayr. Agarda biz Alloh subhanahu va taoladan qo'rqsak, Allohdan qo'rqsak, biz har bir murodimizga yetdik degan gap. Hamma murodimizga yetdik, hamma murodimizga erishdingiz degan gap. Qo'rqinch degan bir sifatni Alloh insonga berdi. Bu xususiyat bizda bor. Buningdan qo'rqadigan. Bu qo'rqish deydigan narsaning eng kattasi insonning Allohdan qo'rqishi. Rasul hikmati mahafatullah, hikmatning eng beshi Allohdan qo'rqish degandek masalan. Demak, qadrli qarindoshlar, biz hayotimizda ana shunday Robbimiz rozi bo'ladigan, Alloh subhanahu va taolani haqiqiy tunigan, Robbimizning haqiqiy ravishda qo'rqqan holatda yashasak ham, Allah biz bilan birga bo'lganligini bu darslarimizdan, Robbimizning bu ismlaridan o'rgangan bo'ldik inshaalloh deb qarayman. Alloh subhanahu va taolo bizga ana shu tushuncha bilan Robbimizning haqiqiy koinotdagi Robbimizning barliq o'tgan soat so'zladik. Butun koinotdagi har bir narsa bizga Allohni aslatib turdi. Robbimizni aslatib turdi. Bu insonni, bizni Robbimiz Alloh subhanahu va taolani ulug'lashga sabab bo'ldi. Chunki uning ne'matlarining ichida yashagan ekan, "Ya Robbi, sen shundoq ato qilyapsan-ku, ey Robbim, sen shundoq beryapsan-ku" deb bizni Robbimizni texinbak ulug'lashimizga sabab bo'ldi. Koinotdagi nurg'un balo qazo, musibat, hamma narsa Allohning nurg'un qilayotgan ishlari Robbimizning qo'rqishimizga sabab bo'ldi. "Ya Robbi, men shunday uchrab qolmay, meni bundan saqlag'in" deb bu tuyg'uda har bir hayotimizdagi narsadan dars chiqargan holatda Alloh subhanahu va taolo buni nasib qilsin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi